hammaga qiziq bo'lsa kerak. 12 yil ishlagan balon qanaqa holatga kiradi 12 yil ichida? Shu video davomida sizlar bilan birgalikda kesib ko'ramiz. 2012-yil 5-oy ekan. Obunachilarimiz hammaga qiziq bo'lgan metan balonda ichida nima bor, qalinligi qancha, ichi qanaqa bo'ladi deganlar uchun. Qalinligi shu 200 davrina gaz quyib yurgan balonimiz qalinligi shuncha. 13 yilda даже bilinmagan, zanglamagan ham, chirimagan ham balon. O'ta tiniq holatda turibdi. Metan balonimizni ichki holatini ham ko'rsatamiz. Faqat yog' yig'ilgan xolos. Videomiz qiziq bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.